Assalomu alaykum. Ushbu videoda biz siz bilan AdHand balansini qanday to'ldirishni o'rganamiz. Eslatib o'tamiz, AdHand bu yagona hamyon bo'lib, uni karta yoki hisob orqali to'ldirib, keyin mablag'larni turli platformalar o'rtasida qulay tarzda taqsimlashingiz mumkin. Hozirgi vaqtda biz sizning shaxsiy profilingizda bo'lamiz va reklamani boshlashdan oldin siz 3 ta bosqichdan o'tishingiz kerak bo'ladi. Bu bosqichlarni akkaunt bo'limida topishingiz mumkin. Birinchi bosqich bu rekvizitlar va to'lovlar. Bu bosqichda sizni ikkita qadam kutib qolmoqda. Birinchisi bu to'lov usulini tanlash. Ikkinchisi esa yuridik ma'lumotlarni kiritish. Bizda ikkita to'lov usuli bor. Bu karta orqali yoki hisob orqali. Karta orqali to'laganingizda sizga 3% dan 5% gacha acquiring, ya'ni bank xizmati qo'shiladi. Va siz xohlagan kartangizdan to'lashingiz mumkin, faqat Rossiya Federatsiyasida ishlab chiqarilmagan bo'lishi kerak. Keyingi to'lov usulimiz bu hisob orqali. Hisob orqali to'laganingizda sizga har oy hujjatlar beriladi va bu yerda sizga acquiring qo'shilmaydi. Hozircha biz karta orqali tanlaymiz. Keyingi qadam bu yuridik ma'lumotlarni to'ldirish. Yuridik ma'lumotlar nima uchun kerak? Sizga 20% NDS qo'shilmasligi uchun. Hisob orqali tanlaganingizda xuddi shunday yuridik ma'lumotlar chiqadi va keyingi qadam esa siz bank rekvizitlarini to'ldirishingiz kerak bo'ladi. Hozircha biz karta orqali tanlaymiz. Bu yerda test qilib chiqamiz. Bo'ldi. Endi 30 daqiqa ichida sizni ma'lumotlaringiz tekshirilib chiqadi. Saytingiz va yuridik ma'lumotlaringiz tasdiqlangandan so'ng siz shu tugma orqali balansni to'ldirishingiz mumkin. Balansni dollar yoki yevro orqali to'ldirishingiz mumkin. Dollar balansi bu Meta, TikTok, Telegram va Google Ads uchun bo'ladi. Yevro balansi esa bu Telegram Ads yevro va Google ni ham shu yevro orqali to'lashingiz mumkin. Biz hozir Telegram Ads yevroga to'laymiz. Telegram Ads yevro reklama akkauntini ochish uchun 500 yevro minimal to'ldiruv qilish kerak bo'ladi va agar biz bu yerda acquiring va AdHand xizmatini, ya'ni 20% komissiyasini birga qo'shsak, umumiy 632 yevro atrofida to'lashimiz kerak bo'ladi. Shunda bizni balansimizga 600 yevro tushadi va 600 yevrodan 20% ni AdHand komissiyasi bo'lsa, sizning reklama akkauntingizga 500 yevro tushadi. Endi to'lovga o'tamiz. Sizda hozir hisob sahifasi ochiladi. Bu yerda siz karta ma'lumotlarini kiritib to'lov qilasiz. Agar siz hisob orqali tanlagan bo'lsangiz, hisobni shu sahifadan PDF formatida yuklab olishingiz yoki emailga yuborishingiz mumkin. Keyin bankdan to'lashingiz kerak bo'ladi. Hisob to'ldirgach, siz akkaunt bo'limiga o'tib, akkaunt yaratishingiz kerak bo'ladi. Bu yerda Facebook, TikTok, Telegram va Google akkauntlar mavjud.